Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qardaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Süleyman el-Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmu. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qardaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Süleyman el-Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmu Zevaid namlı kitabının 9. tomu. Hazır okuyduğumuz İsmi Azam ve Allah'ın güzel isimleriyle alakadar sahih hadisler. Tirmizi'nin sahih rivayetinde Burayda Aslami radıyallahu anhu mundaqdaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin "Ey Perverdigarım, men senden seningden başka hiç mabudning yo'qligiga, sening yakkigan ekanligingga, hammaning sana muhtoj ekanligiga, sening bola topganmi emas, tug'ilganmi emas ekanligingga va hech kishining sana tangdosh bo'lolmaydiganligiga haqiqiy guvohlik berdiganligimni shubha keltirib, hojimni tilayman" deb duo qilayotganligini anglab, "Jenim ilgili bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, u Allohning eng katta ismi, ya'ni ismi azamni shubha keltirib duo qildi. Kimki bundoq duo qilsa ijobat bo'ladi va tilgan narsa beriladi" dedi. Nesai'nin sahih rivayetida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaqdaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'ltiratdim. Boshqa bir kishi namoz o'qiyotdi. U ruku, sajda va tashahhudda: "Ey Parvardigorim, sana hamdu sanolar bo'lsin. Sendan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Sen sehi, osmon bilan yerni yo'qtumor qilgansan. Ey azamatlik va karamlik va mangu hayot turg'uchi, barliq ishlarni boshqaruvchi Parvardigorim, sendan tilayman" deb duo qildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden "Onun nemi bilen dua kılgını bilemsizler" dep sordu. Sahabeler "Allah ve onun Resulü bilgişidir" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Jenim ilkide bolgan zatning nomi bilen qasamki, u Allohning eng katta ismi, ya'ni ismi azam bilen dua qildi. Kimki bundaq dua qilsa, ijobat bo'ladi va tilgan narsa beriladi" dedi. Abu Davud'ның Hasan rivayetinde Esma binti Yazid radhiyallahu anhadan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Allah'ның en katta ismi, yani ismi azam ve ilahukum ilahun vahid, la ilahe illa huver rahmanur rahim ve elif lam mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum" degan iki ayette. İbn Majah'ның Hasan rivayetinde Abu Umame radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Allah'ның şipi keltirib dua kılınsa, icabet bulungan en katta ismi, yani ismi azam Baqara, Ali İmran ve Taha qatarlıq 3 surede." İmam Müslim'nin 2677 numaralı hadisinde Abu Hureyre radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Allah'ның 99 ismi var bulup, kimki onu yadlasa cennetke kirdi. Allah taqdir, şuna taqni yaxshi ko'radi." Abu Hureyre radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Allah'ның 99 ismi var bulup, kimki onu yadlasa cennetke kirdi. O isimler bunlardan ibaret: Allah Er-Rahman nəhayət şəfqətlikdir. Er-Rahim nəhayət mehribandır. El-Melik mutlaq padişahdır. El-Quddus həmin nöqsandan pakdır. Es-Salam salametlik bağışlıqçıdır. El-Mu'min əmin qılğıçıdır. El-Muhaymin əmin küsüb turğuçudur. El-Aziz qalibdir. El-Cebbar həmin qəhri bilan tizginləb turğuçudur. El-Mutekebbir uluğluq egisidir. El-Xaliq həmin yaratqıçıdır. El-Bari yoxluqdan payda qılğıçıdır. El-Musavvir həmin narsiga surat, şekil bağışlıqçıdır.
El-Gaffar bekmi mağfiret kılgıçıdır. El-Qahhar hammadan g'olibdir. El-Vahhab bandalarga nozi ne'matni, atalarni ko'p bag'ishlovchidir. Er-Razzaq bekmi rizq berguchidir. El-Fattah haq bilan hukm qilg'uchidir. El-Alim hammani bilib turg'uchidir. El-Qobiz jonlarni qabziroq qilg'uchidir. Xohlagan bandasining rizqini tor qilg'uchidir. El-Basit xohlagan bandaning rizqini keng qilg'uchidir. El-Hafiz el-Hafiz tovan qilg'uchidir. El-Rafi yuqori ko'targuchidir. El-Muiz aziz qilg'uchidir. El-Muzil xor qilg'uchidir. Es-Sami hamman anglab turg'uchidir. El-Basir hamman ko'rib turg'uchidir. El-Hakam hal qilgan hal qilg'uchi hukm qilg'uchi. Hal qilg'uch hukm qilg'uchi, ya'ni hukmini rad qilg'uchi bo'lmaydigan va kechiktirgili bo'lmaydigan zotdir. El-Adl eng mukammal adolat egasidir. El-Latif har qanday ishning yashirin inchik taraflarini bilib turg'uchi va bandalarga ko'yinguchidir. El-Xabir hammadan xabardor bo'lib turg'uchidir. El-Halim muloyimdir, ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga aldirab ketmaguchidir. El-Azim hammadan ulug'dir. El-G'afur nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Eş-Şekur az yaxşılıqqa köp savab berguchidir. El-Ali hamma narsadan ustundir. El-Kebir hammadan buyukdir. El-Hafiz hammani muhofizat qilg'uchidir. El-Muqit moddiy va ma'naviy ozuqlarni yaratquchi, hammaga qodir zotdir. El-Hasib hisob olg'uchi va bandalarning foyda manfaatini qo'lga keltirishga, ziyon zahmatlardan saqlanishga kifoya qilg'uchidir. El-Jalil ulug'dir. El-Karim nihoyat sexiydir. Er-Raqib butun ahvollarni kuzatib turg'uchidir. El-Mujib duo qilg'uchining duosini ijobat qilg'uchidir. El-Vasi kengchilik qilg'uchidir. El-Hakim hikmat bilan ish qilg'uchidir. El-Vadud do'st tutquchidir. El-Majid madihiyaga va ulug'lashga loyiq zotdir. El-Basi El-Ba'is qabridan o'liklarni qo'zg'ab chiqarg'uchidir. Esh-Shahid hammaga shohid bo'lg'uchidir. El-Haq barliqi mutlaq haqiqatdir. El-Vakil bandalarning hamma ishlarini boshqarib turuvchi va hammaga homiydir. El-Qaviy nihoyat quvvatlidir. El-Matin quvvati hammadan ortiqdir. El-Vali maxluqotlarga itorchilik qilg'uchidir. El-Hamid hammaga loyiq zotdir. El-Muhsi hammaning sonini elib turg'uchidir. El-Mubdi yo'qdan bor qilg'uchidir. El-Muid o'lgandan keyin tirildirguchidir. El-Muhyi tirildirguchidir. El-Mumit o'ltirguchidir. El-Hayy hamisha tirikdir. El-Qayyum hamman idora qilib turg'uchidir. El-Vajid behojatdir. El-Majid ulug'dir. El-Vahid birdir. Es-Samad hamma uningga muhtojdir. El-Qodir hammaga qodirdir. El-Muqtadir nihoyat qudratlikdir. El-Muqaddim xohlagan narsani oldida qo'yguchidir. El-Muaxxir xohlagan narsani orqada qo'yguchidir. El-Avval hammadan qadimdir. El-Oxir intihosi yo'qdir. Ez-Zohir oshkoridir, ya'ni mavjudligini ko'rsatuvchi dalillar bilan aqllarga oshkoridir. El-Batin maxfiydir, ya'ni uni ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Uni zotining mohiyatini tanishga aqllar yetmaydi. El-Vali ega bo'lg'uchidir. El-Mutaali hammadan olidir. El-Barr ko'p ihson qilg'uchidir. Et-Tawwab tavbani vakmi qabul qilg'uchidir. El-Muntaqim qattiq jazolag'uchidir. El-Afu nihoyat afu qilg'uchidir. Er-Rauf to'limi marhamatlikdir. El-Malikul Mulk podshohlarning podshohidir. Zul jalali vel ikrom azimatlik va karamlikdir. El-Muqsit adildir. El-Jami kishilarni mahsharga to'plag'uchidir. El-G'ani hammadan behojatdir. El-Mughni xohlagan bandasini behojat qilg'uchidir. El-Mani xohlagan bandasini ne'matidan mahrum qilg'uchidir. Az-Zarru xohlagan bandasini ziyonga mubtalo qilg'uchidir. En-Nafi xohlagan bandasiga manfaat yetkazguchidir. En-Nur nurdir. El-Hadi hidoyat qilg'uchidir. El-Badi o'rnaksiz yo'qdan bor qilg'uchidir. El-Baqi mangu boqiydir. El-Varis butun maxluqotlar yo'q qilib tutgandan keyin u boqiy qolg'uchidir. Er-Rashid to'g'ri yo'lga yetaklovchidir. Es-Sabur nihoyat savrchandir. İbn Majahning rivoyatida mundaq kelgan: Allohning 99 ismi bor. Alloh taqdir, shunga taqni yaxshi ko'radi. Kimki uning ismlarini yodlasa, jannatga kiradi. Ular Alloh, Allohdir. El-Vahid birdir. Es-Samad
hamma uningga muhtojdir. Al-avval hammadan qadimdir. Al-axir intihasi yo'qdir. Az-zohir oshkoradir. Ya'ni mavjudligini ko'rsatkichi dalillar bilan aqllarga oshkoradir. Al-batin maxfiydir. Ya'ni uni ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Uning zotining mohiyatini tunishga aqllar yetmaydi. Al-xoliq hammani yaratquchidir. Al-bari yo'qlikdan paydo qilg'uchidir. Al-musavvir hamma narsaga surat shakl bag'ishlovchidir. Al-malik mutlaq podshohdir. Al-haq barliq mutlaq haqiqat barligi mutlaq haqiqatdir. Assalam salomatlik bag'ishlovchidir. Al-mu'min emin qilg'uchidir. Al-muhaymin hamman ko'z turg'uchidir. Al-aziz g'olibdir. Al-jabbar hammaning qahri bilan tizgilab turg'uchidir. El-Mutekebbir ulug'luq egisidir. Er-Rahman nihoyat shafqatlikdir. Er-Rahim nihoyat mehribondir. El-Latif har qanday ishning yoshirin inchik taraflarini bilib turg'uchi va bandalarga ko'yinguchidir. El-Xabir hammadan xabardor bo'lib turg'uchidir. Es-Sami hammani anglab turg'uchidir. El-Basir hammani ko'rib turg'uchidir. El-Alim hammani bilib turg'uchidir. El-Azim hammadan ulug'dir. El-Barr ko'p ihson qilg'uchidir. El-Mutaali hammadan alidir. El-Jalil ulug'dir. El-Jamil hammadan go'zaldir. El-Hayy hamish tirikdir. El-Qayyum hammani idora qilib turg'uchidir. El-Qodir hammaga qodirdir. El-Qohir hammani tizginlab turg'uchidir. El-Ali hammadan ustundir. El-Hakim hikmat bilan ish qilg'uchidir. El-Qarib hammaga yaqindir. El-Mujib duolarni ijobat qilg'uchidir. El-G'ani hammadan behojatdir. El-Vahhab bandalarga noz ne'matni Allah atalarni ko'p bag'ishlovchidir. El-Vadud do'stlikchidir. Esh-Shakur az yaxshilik ko'p savob bergisidir. El-Majid ulug'dir. El-Vajid behojatdir. El-Vali ega bo'lg'uchidir. El-Rashid to'g'ri yo'lga yetaklig'ichidir. El-Afu nihoyat afu qilg'uchidir. El-G'afur nihoyat mag'firat qilg'uchidir. El-Halim muloyimdir. Ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga aldirab ketmoqchidir. El-Karim nihoyat sexiydir. At-Tawwab tavbani bakmi qabul qilg'uchidir. Er-Rabbu parvardigordir. El-Majid madiga va ulug'lashga loyiq zotdir. El-Vali do'stlikchidir. Igdorchilik qilg'uchidir. Esh-Shahid hammaga shahid bo'lg'uchidir. El-Mubin ochiq bayon qilib berguchidir. El-Burhan hujjati bilan g'olib kelguchidir. Er-Rauf to'limi marhamatlikdir. Er-Rahim nihoyat mehribondir. El-Mubdi yo'qdan bar qilg'uchidir. El-Muid qayta tirildirguchidir. El-Ba'is qabridan o'liklarni qo'zg'ab chiqarg'uchidir. Esh-Shahid hammaga shahid bo'lg'uchidir. El-Varis butun maxluqotlar yo'qolib tugagandan keyinmi boqiy qolg'uchidir. El-Qaviy hammadan kuchlikdir. Esh-Shadid qattiq azoblovchidir. Az-Zar xohlagan bandasini ziyonga mubtalo qilg'uchidir. En-Nafi xohlagan bandasiga manfaat yetkazguchidir. El-Baqi mangu baqiydir. El-Vaqi mu'minlarni do'zaxdan saqlovchidir. El-Hafiz tuvan qilg'uchidir. El-Rafi yuqori qilg'uchidir. El-Qobiz xohlagan bandasining rizqini tarqilg'uchidir. El-Basit xohlagan bandasining rizqini keng qilg'uchidir. El-Muiz aziz qilg'uchidir. El-Muzil xor qilg'uchidir. El-Muqsit adildir. El-Razzoq hammaga rizq berguchidir. Zu quvvatil matin nihoyat qudratlikdir. El-Qoim koinotni idora qilg'uchidir. Ad-Daim hamisha mavjuddir. El-Hafiz muhofazat qilg'uchidir. El-Vakil bandalarning hamma ishlarini boshqarib turg'uchi va hammaga homiydir. El-Fatir o'rnaksiz yaratquchidir. Es-Sami anglag'uchidir. El-Muti berguchidir. El-Muhi tirildirguchidir. El-Mumit o'ltirguchidir. El-Mani xohlagan bandasini ne'matidan mahrum qilg'uchidir. El-Jami kishilarni mahsharga to'plag'uchidir. El-Hadi hidoyat qilg'uchidir. El-Kafi hammaga kifoyadir. El-Abad mangudir. El-Olim bilib turg'uchidir. Es-Sadiq rost so'zliguchidir. En-Nur nurdir. El-Munir nurlantirg'uchidir. At-Tam mukammaldir. El-Qadim azalidir. El-Vitr taxtdir. El-Ahad birdir. Es-Samad hamma uningga muhtojdir. El-Lazi lam yalid u bola taqqanmi emas va lam yulad u tug'ilganmi emas
ve lem yekun lehu kufuven ahad. Onun hiç tengdişimi yoktur. Allah Azze ve Celle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.